Hop, Voltr ilovasida lokatsiya bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Ilovaga kirganda o'zi hammada pastda xarita bo'limi ko'rinadi. Ya'ni bu xarita bo'limiga kirgandan keyin bizda o'sha stansiyalar joylashgan lokatsiyalar ko'rinadi. Biz o'zimiz mana qayerda turganimizdan kelib chiqib, o'zimizga yaqin bo'lgan masalan stansiyani tanlashimiz mumkin bo'ladi. Men misol uchun o'zimga Sebzordagi stansiyamizga boraman deyman. Ustiga bosiladi o'sha ustiga bosilgandan keyin mana ko'rib turishlaring mumkin. Sebzor stansiyada 5 ta batareya mavjud deyapti. 5 ta bo'sh quti bor. Ko'rishlaring mumkin, stansiya ishlayapti onlayn. Ya'ni 5 ta batareya bor, bunga borsa bo'ladi. Endi mana marshrut tuzishni bosamiz. Bosganda Google Maps yoki Yandex bilan ochishni ko'rsatadi. Mana Yandex bilan ochgandan keyin o'zi to'g'ridan to'g'ri o'sha stansiyaga mana bo'ldi mana. Shu to'g'ridan to'g'ri stansiyaga qarab boradi. Endi buni ko'pchilik biladi. Bu yangi ishga kirganlar ozgina qiynalishyapti. Shuning uchun ularga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib o'tdim. Hop, endi yana bir-ikki qoidalar bor. Ya'ni stansiyaga borganda, masalan, qaysidir stansiyada bu yerda ko'proq ishlanadigan lokatsiyalar bor. Stansiyalarda, masalan, Yakkasaroyda. Bu yerda akkumulyator tugab qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni to'la 100% akkumulyator tugab qolgan bo'lishi mumkin. Hech qachon akkumulyator stansiyada tugab qolmaydi. Faqat o'sha to'lasi tugagan bo'lishi mumkin. Ozgina kutasiz yoki zaryad foizingiz bo'ladigan bo'lsa, siz Yakkasaroyga keldingiz, lekin bu yerga примерно 1-3 kilometr chiqsa kerak, zaryadingiz yetsa, bu yerga kelib turib almashtirib ketsangiz bo'ladi, bu yerda to'lasi bo'lsa. Buni masalan ko'rishingiz mumkin lokatsiyalarda. Deyarli hamma ko'p qatnaydigan qismlarga stansiyalarimiz qo'yilgan.